Ha, bizda qiyin, ancha qiyin. Erkaklar kunidan oldin afsuski juda ham organizm bo'yicha ham charchashadi, o'zlari ham agressiv. Mana yo'lda yuradigan erkaklar ham biladi, bizda erkaklar urushishga ham moyil. Chunki to'lib ketgan ichi, ota-onani yomonlaydi, ona-ota, xullas ularni o'zlari bir-biriga suyanishni bilmagan va o'zlari munosabatni ko'ra olmaganidan keyin ular bor mas'uliyatni farzandlariga tashlashadi o'zini baxti uchun. Aslida bunaqa bo'lmasligi kerak. Bu hayotda agar erkak bilan ayolni bir-biriga munosabatiga qaraydigan bo'lsak, kamchilik bor, pastkashlik bor. Pasuda men yumayman. Chunki bu meni prinsipim. Menga yoqmaydi, o'zimni yomon his qilaman. Tushunyapsizmi? Ya'ni boshqa erkaklar yuvishiga qarshi emassiz, siz xohlamaysiz. Men xohlamayman. Da, kimdir yuvsa, pajal, uni pozitsiyasi. Ammo oilada pastkashlik degan tushuncha bor. Juftingga nisbatan pastkashlik. Mana bu narsani esa buni uje ko'tarish va bu munosabatni sog'lom deb bo'lmaydi. Bu nima? Baxtsiz erkaklar ko'proq. Buni tan olish kerak. Erkaklarga og'irroq va erkaklarga qiyinroq. Qo'shtirnoq podkast. Muammolarga qo'shtirnoq orasidan qaraymiz. Men hech qachon bunga qarshilik qilmaganman. Men xursand bo'lib qabul qilganman bu narsani. Bu zo'r. Men yaxshi ko'raman shunaqa odamlarni. Bor shunaqa odamlar, rostdan juda band. Bu har safar rozi bo'ldi degani bekorchi degani emas-da. Borda shunaqa odamlar juda ham band, lekin hech qachon yo'q deyishmaydi. Men chaqiraman, ularga alohida minnatdorchiligimni aytaman. Sizga ham Bu katta podkast rahmat. Da, salomat bo'ling. Bu yaxshi urug'da, chunki bu narsa mana siz internetda qo'yasiz, YouTube'da qoladi. Kerak bo'lsa bizdan keyin ham yashaydi-da bu avlodlar uchun. Ana shu nuqtai nazardan men hech qachon bunaqa narsaga nima qilmayman, e'tiroz bildirmayman. Eng zo'r tomoni YouTube'da qoladi. Mana shu tomoni yutuq. Ha. Do'stlar, hammaga salom. Bugun Qo'shtirnoq podkastda Dilshod aka O'tarov mehmonlar. Dilshod aka O'tarovni taniganlar bor. Agar tanimaganlar bo'lsa, biz Instagramlarini qoldiramiz, ko'ringlar. Juda ham nima desam ekan, Qaysaronida juda ham ajoyib videolari bor, juda ham foydali videolari bor. O'zim adashmasam sizni 2 yildan oshiq kuzataman. Va bugun nasib qilgan ekan, taklifimga o'tmasdan keldingiz. Xo'p, Dilshod aka O'tarov o'zbek mentaliteti, o'zbek deylik oila munosabatlari bo'yicha ekspert va sizni videolaringiz juda ham yaxshi ekspertlar tomonidan yuqori baholangan. Men o'zim juda ko'p kuzatganman shu 2 yil davomida. O'zi asosan qanaqa mavzularda ko'p suhbat qilgansiz men bilaman. Shu bugun boya aytganimdek, jamiyatda ayollarga bo'ladigan bosim bu bor va biz bu haqida ko'p gaplashamiz. Keling bugun shu biroz chetlashib emas, biroz tangani u tomoniga qarab, meni urishib tashamanglar faqat kommentariyalarda. O'zim opalarim yozsa-ya, nima bu? Erkaklarga bosim haqida jamiyatda, butun dunyo jamiyatida ham O'zbekistonda erkak bo'lish qiyinmi, osonmi? Mana shu haqida gaplashaylik. Erkak bo'lish qiyinmi, osonmi? Bizni jamiyatdan kelib chiqamizmi? Mentalitetdan yoki umumanmi? Umuman ham qiziq menga. Lekin endi ko'proq bizni jamiyat haqida gaplashamiz. Qarang, umuman olganda agarda bizdan-da rivojlangan davlatlar, g'arbni olib qaraydigan bo'lsak, baxtli davlatlarni olib qaraydigan bo'lsak va ularni baxt koeffitsiyenti yoki o'sha baxtlilik darajasi erkaklarni olib qaraydigan bo'lsak, bizda baxtsiz erkaklar ko'proq. Buni tan olish kerak. Erkaklarga og'irroq va erkaklarga qiyinroq. Endi ammo sababini eshiting. Bu gap hozir mana shu agarda kontekstdan yulib olib reelsga qo'yilsa, odamlar tanimaydi. Bu yo'q, anu sun'iy intellektda tayyorlashgan, bu O'tarov emas. Men qilaman bu ishni. Bunaqa gapni aytishi mumkin emas deyshadi-da, ammo buni tagida boshqa gap yotibdi. Nimaga qiyin? Bizni asosiy muammolar separatsiyaga borib taqaladi. Mana erkaklarni aytaman. Bizni erkaklar oldin ota-onasini yordamida keyin o'zlari o'sha baxtsizlik girdobiga boshini tiqishadi. Hozir g'arbni aytaman, keyin biznikiga qaytamiz. Bu qiyoslash bo'la qolsin, mayli.
G'arb erkaklarida ular ota-onasidan uzilishadi. Mehrni chetdan turib ham ko'rsatishadi, o'zini qo'rg'onini qurishadi. U yerda bir nechta ayolga bilan bir parallelni yashash degan tushuncha yo'q. Chunki bu narsani ular ko'tara olishmaydi. Chunki ular sog'lom munosabat tarafdorlari. Men ham shunaqa. Va tabiiyki ularda o'zini ayoli bor, prioritetda, ya'ni ustuvorlik o'zini ayoli, o'zini oilasi. Ota-ona esa ularga bu ustuvorlikni ular ham qo'llab-quvvatlashadi. Ular aytishmaydi, biz qolib ketaveramizmi demishmaydi. Ular ota-onasi bir-biriga suyanishadi. Aslida shunaqa bo'lishi kerak-ku. Bir-biriga suyanishadi. Farzandlari ham tabiiyki ularga mehr-muruvvat ko'rsatib turishadi. Ammo prioritet ularni qurgan oilasi o'sha bitta ayol, undan tug'ilgan 2-3 farzand. Mana shu nuqtai nazardan ularda ishi bor, daromadi bor, o'ziga yetadi, oilasiga yetadi. Tushunyapsizmi? Va shaxsiy hayoti bor. Shaxsiy hayoti bor, o'zini olami bor. Atrofida 8 ta akasi yo'q, muammo orttirib yurgan. Atrofida ota-onasi yo'q, o'ziga tortib yotgan. Baxtga san nimaga xotiningni bitta joyga kirib ketding deydigan yoki bolalaringni nega bunchalik san xususiy maktabga berishing kerak, bizga kim qaraydi deydigan. Shu nuqtai nazardan ular o'ziga shunaqa hayotni shunaqa tuzishganki to'g'ri. Chunki bu to'g'ri, nimaga deganda tabiat qonuni bo'yicha aslida shunaqa tuzilishi kerak hayot. Chunki ona bilan otada ularni bir-birlari bor. Aka, uka, opa, singillarda atrofda ular yetuk katta, ularni o'zini oilasi bor. Tushunyapsizmi? Shu prioritet. Ustuvorlik oldin ota-ona bilan yashaysan, ming minnatdorsan, ularga butun umr ta'zimdasan va sanda prioritet bor. Oilang va hokazo energiyang asosan oilaga, boshqaga ketadi. Bizga kelamiz. Mentalitet. Nega bizda qiyin? Ha, bizda qiyin, ancha qiyin. Erkaklar kunidan oldin afsuski juda ham organizm bo'yicha ham charchashadi, o'zlari ham agressiv. Mana yo'lda yuradigan erkaklar ham biladi, bizda erkaklar urushishga ham moyil. Chunki to'lib ketgan ichi va bularning sababi esa o'sha erkak va umuman jamiyat shunaqa tuzilganki, o'sha erkakning boshida juda ko'p mas'uliyat bor. Kerak emas yoki bo'lmasa aslida bo'lmasligi kerak mas'uliyatlar. Tushunyapsizmi? Bizda ota bilan ona o'zlarini munosabati hech qachon yaxshi bo'lmaganliklari uchun ota bilan ona qanaqa bizda ular tushunamiz-ku, ona alohida bolalariga yopishib olgan, ota o'zi bilan o'zi qolib ketgan, chunki u Azroil yomon maxluq deb ko'rsatilgan. Ota onani yomonlaydi, ona ota, xullas ularni o'zlari bir-biriga suyanishni bilmagan va o'zlari munosabatni qura olmaganidan keyin ular bor mas'uliyatni farzandlariga tashlashadi o'zini baxti uchun. Aslida bunaqa bo'lmasligi kerak. Farzand men ulardan qarzdorman degani uchun keyin uni xurjunida ota-onasini ham mas'uliyati bor. Ularni muammosi, ularni bir-biriga bo'lgan munosabati, ularni o'sha moliyaviy taraflari ham hamma muammosi bo'lsa, keyin farzandlarga ham keladi u yog'ilib. Bu bir. Ikkinchidan o'zi oila quradi. O'zi oila qurganidan keyin tabiiyki u yerda undan da battar muammo. Keyin o'sha ayoli, farzandlari boshqasi keyin ota-onasidan qizg'anadi, bular bu yerdan qizg'anadi, bizni erkaklar natijada baxtsiz bo'lib yuraverishadi. Plus bu ham yetmagandek, ular o'ziga daldani yana boshqa joydan qidirishni boshlashadi. Bu yerda o'sha din keladi, mumkin-ku, farz-ku, sunnat-ku, yana bir narsa-ku deb. Hozir boshqa zamon yoki bo'lmasa bu imkonsiz. Bu qanaqasiga san oldin bitta ayolni baxtli qil. San oldin bitta oilangni bir nima qil. Yoki bo'lmasa u joyda yana qo'shimcha unga mas'uliyatlar, qo'shimcha energiya ketishi, qo'shimcha o'ylashadiki, qaysidir mana shu mas'uliyatlar yoki qaysidir tarafdan u baxt oladi hech qachon. Energiya ketib yotaveradi, hamma joyda xavotir, xavf, baxtsizlik, xotirjamlik yo'qolaveradi. Shu nuqtai nazardan erkaklarga qiyin. Pul topishga keladigan bo'lsak, hamma joyda, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, bu erkakning burchi, bu erkakning hayotdagi missiyasi desa ham bo'ladi. U o'lja olib kelishi farqi yo'q. Kiyik olib keladimi, chumolinimi? U olib keladi va boqadi, harakat baribir qiladi. Hattoki o'sha hayvondagi erkak jinslarda ham bor. Biz ham jonzotmiz. Biologichski biz ham jonzotmiz. Shuning uchun bizga kuch berilgan, boshqa qilingan va bu narsani nima deydi, erkakka juda qiyin deb aytib bo'lmaydi demoqchiman-da. O'lja olib kelishga bizda o'zi moyillik bor. Lekin hozir shu aytdingizda, mana bir aniq hayollarim
anaqa bo'ldi. Bir yaqinda video ko'rgandimda, Tak. onadan bolani separatsiya bo'lishi haqida endi fojiali videoda, fojiali tugagan u video. Va man oxirgi o'sha separatsiya so'zini biz oxirgi yillarda ishlatyapmiz. Shu paytgacha ishlatmaganmiz-da. Ya'ni mahalliy juda ham ko'p ishlatmaganmiz bu narsani va Tak. bu qanchalik muhimligini inson hayotida bu qanchalik muhimligini kattalar ham, yoshlar ham hayotini endi yo'lga qo'yayotgan yigit-qizlar ham baxtli bo'lishida bu narsa muhimligini odamlarimiz nimaga tushunib yetishga, bunchalik tan olishga qarshi bo'lishyapti, shuni tushunmayman. Chunki muhokamalarda, hozir videoni ham qisqacha mazmunini aytib beraman. Muhokamalarda men mana shunaqa videolarni muhokamasida ko'rib qolaman-da. Man farzandli bo'laman, kelajakda menga qarashi uchun, kasal bo'lishim, boshqa bo'lishim yoki ota-onamizga qarashimiz, bu ota-onadan voz kechish haqida emas, separatsiya bo'lish. Nega buni odamlarga qanday tushuntirish mumkin? Men ko'rgan videoda ona farzandli bo'ladi va o'sha paytdan bolani qo'yib yubormaydi. Bola onasidan ayrilmagani uchun maktabda ham odamovi bo'ladi, boshqa bo'ladi va shu darajada onasiga bog'langan bo'lgani uchun ona ikkinchi hayot qura olmaydi boshqa erkak bilan va oxir oqibat shunday bo'ladiki, bola ulg'ayadi, bola shaxsiy hayotini qura olmaydi onasini debdi va oxir oqibat juda ham fojiali tugaydi-da video va u videodagi voqealar hayotda bor, biz ko'rganmiz. Tak. Yolg'iz yashaydigan o'g'illar, bitta o'zi uylanmay, yolg'iz o'tib ketgan onalar, ona bola yashaydiganlar. Buni qanday tushuntirish mumkin odamlarga separatsiya muhimligini? Qanday tushuntirish mumkin? Separatsiya degan tushuncha nimaga bizgacha yetib kelmagan? Shu paytgacha birinchidan olib qaraylik. Mana kindigini uzish bolani yoki uni mustaqil qilish degan tushuncha bu din tanlamaydi. Bu millat tanlamaydi. Bu tabiatni qonuni. Bizga nimaga yetib kelmagan? Chunki biz tabiatni qonunini bilish darajasi uchun, mana shu hayotni baxtga erishish uchun, to'g'ri qonunlarni bilish uchun biz kitob olib o'qiydigan millat emasmiz. Ko'rganmisiz, metroga chiqqanda bizda kimdir ochib kitob o'qiydigan, o'qishi mumkin bir abituriyent, u ham anu institutga topshirmasa boshida yong'oq chaqiladi uni. Majbur o'qiydi, institutga kirgandan keyin otib yuboradi uni. Endi kitob o'qish ommalashyapti. Juda Harakat bor, lekin bor, intilish bor, bu juda yaxshi. Demoqchimanki, o'sha ilm kirib kelishi uchun insonlarda ong ochiq, ular esa harakat qilayotgan va o'sha tushunchalar bizga kirib kelishi kerak. Qachon kirib keldi bizga tushunchalar? Qachonki odamlar karantinda qolib ketdi, qilishga ish bo'lmadi, keyin ekspertlar chiqdi-da o'sha vaziyatdan foydalanish uchun va bu juda yaxshi. Ular chiqib separatsiya nima, abuzer nima, yangi kirib kelgan so'zlar deymiz bular. Eskidan bor bizga. Insonlar haligacha mana ekran ortida o'tirganlar separatsiya, abuzer nimaligini bilmaydigan insonlar bor, juda ko'p. Va buni normal qabul qilishadi. Men nima demoqchiman? O'sha narsani o'ylab ko'rish uchun va shunaqa narsa borligini bilish uchun har doim qiyoslash bo'lishi kerak. Ya'ni biz bir xil tarzda yashaymiz, ota-bobomiz undan oldin, undan keyin ham. Biz bir xil tarzda yashasak, biz chetga chiqib ko'rmasak, biz chet tilini o'rganib ko'rmagan bo'lsak, tushunyapsizmi? Bizni xalq mehnatkash, samimiy, ajoyib xalq. Lekin hamma narsa chetki rakursdan qaraganda bilinadi. O'ylaysizki, men bu yerda mikrofonni oldida faqat mana shu bitta joyda tug'ilib, bitta joyda katta bo'lib 38 yoshimga kirganim uchun hamma narsani tushunib yetdim. Yo'q. Men chetga chiqdim, qora ishlarni qildim, o'qidim, boshim g'urra bo'ldi, och qoldim, boshqa millatli insonlarni ko'rdim, ularni yashash tarzini ko'rdim. Kitobni ochib o'qidim. G'arbni kitobi, rus tilidagi kitob, ingliz tilidagi. Keyin tushundim. Boshqachasi ham bo'lar ekanmi? Keyin qiyoslay boshladim. Qarasam biz tabiat qonuniga qarshi chiqqan millat ekanmiz. Ya'ni separatsiya qoidasi qanaqa? Farzand ulg'ayishi kerak. Bu separatsiya kindigini uzish degan farzandni ulg'ayishiga qo'yib berish. Tushunyapsizmi? Ulg'ayish uchun nima bo'ladi? Biz unga qadriyatni beramiz. Biz unga ilmiga sarmoya qilamiz, to'yga, kaptivaga emas, asosan prioritet. Biz unga tarbiya beramiz va uje pasport oladi. 18, 19, 20 yosh bo'lganda biz endi ko'ryapmiz, bu endi yetuk shaxs. Ishoning qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, farqi yo'q. Va eshikni ochamiz. Va keyin aytamiz, hayotingni o'zing qur.
Bu mani nafaqa yoshim va men mazza qilib otang bilan birgalikda mazza qilib yashamoqchimiz. Hayotingni o'zing ko'r. Asosiysi bizga, sha'nimizga dog' tushirma va bunga ishonamiz va mazza qilib yasha. Mana qanaqa bo'ladi? U chiqadi, o'zi qayergadir ishga kiradi, kvartira siymat qiladi, boshi g'urra bo'ladi. Biladi, orqasida ota-onasi bor, chunki ota-onasi dono, sog'lom, qalbi to'la. Ular aytadi, "Lyuboy payt, xohlagan payt seni orqangda bormiz, qaysi ma'noda maslahat kerak bo'lsa, tajribamiz kerak bo'lsa, podдержка, qo'llab-quvvatlash kerak bo'lsa, biz quvvatlaymiz. Lekin bu yog'iga aravangni o'zing tort." Shunaqa bo'lishi kerak tabiat qonuni. Boshi g'urra bo'ladi, yorini ham o'zi topadi. To'yga kerak bo'lsa ota-onasini chaqiradi, ota-onasi yengil, to'y xarajatini o'ylamaydi ular. Sarpoga nima qo'ysam ekan butun umr o'ylamaydi. Tushunyapsizmi? Yengil kak mehmon sifatida baxti bilan ulashib boradi. Uni yukini ko'tarib yurmaydi butun umr. Mana qanaqa bo'ladi tabiat qonuni. Ammo biz bunga nimaga yo'l qo'ymaymiz? Chunki bizni o'zimizni ichimiz to'la bo'shliq. Ota-onalarni aytaman. O'zimiz baxtsizmiz, o'zimizni hayotimizni nima desa bo'ladi, butun qila olmadik. Muammoyimiz bor shaxsiy hayotimizda, keyin biz farzandlarga osilamiz. Farzandlarga osilamiz va aytamizki ularga, "Sen meni rozi qilishing kerak. Men eng asosiy inson seni hayotingda, bo'lmasa oq qilaman, ko'k qilaman, fioletoviy qilaman." Tushunyapsizmi? Bu narsa farzandga hech qachon ulg'ayishga bermaydi. Men qayta-qayta aytaman, shu sababli ham bizning millat yoshlari katta bo'lgan va yoshidan qat'iy nazar ichida qalban ulg'aymay qolgan millatmiz deyman. Chunki bizga o'z paytida separatsiya bo'lishga, ulg'ayishga berishmagan ota-onalar o'zlarini qo'rquvlari, bo'shliqlari sababli. Ulg'aymagan farzand yana bitta ulg'aymagan farzandga bilan turmush quradi. Ana keyin ikkalasi Esmeraldani yangi qismini o'ynashadi. Kasha, Masha. Keyin meni mijozim bo'lishadi yoki boshqa bir ekspertni. Mana nima mentalitet. Asosiy sabab bizdagi biz farzandlarni iniga jo'nashiga bermaymiz, chunki qo'rqamiz. Ertaga menga qaramay qo'yadi, kim qaraydi? Birinchidan o'zingizga o'zingiz qaraysiz. Toki oyog'ingiz sog', o'zingiz 50 yoshda qarichilikni bo'yniga olish kerak emas bu yerda. Birinchidan. Ikkinchidan sizni juftingiz bor yoningizda. U qaraydi. Bir-biringizga g'amda ham, tashvishda ham degansiz. Uchinchidan, to'g'ri mehr berilgan va shaxs deb qabul qilingan farzandlar hech qachon ota-onasini qayerda jismonan bo'lishidan qat'iy nazar tashlab qo'ymaydi, ishoning. G'arbda, Rossiyada tashlab qo'yishadi, ular qolib bo'lmaganga, bu cho'pchak. Bu cho'pchak men o'zim yashab ko'rganman. Agarda nyanka qo'yib qo'ysa, o'sha enaga o'tirsa, enagasi grusha bermoqchi bo'lsa, o'zi yugurib keladi, "Men beraman grushani." Men o'sha grushani unga yedirmoqchiman, onamga oxirgi manzilga munosib ravishda kuzatib yubormoqchiman. Prosta ular biladi, ularni endi o'zini hayoti, qo'rg'oni bor va keyin mana bu ota-onasini ham munosib kuzatib qo'ymoqchi. Va aslida shu mehribonlik chiroyli emasmi? Deylik, ota-onangni qaraganida sayohatlarga jo'nat, dam olishga jo'nat, uyda qandaydir do'stlari bilan vaqt o'tkazishga sharoitlar yaratib ber. Buni osmondan olib gapirayotganim yo'q. Buni qilayotgan insonlar bor va deylik, separatsiya bo'lgan farzandlar baxtli, shaxsiy hayotini qurgan, ishlashadi, pul topishadi, dunyo ko'rishadi. Endi dunyo ko'rishadi deganimiz, dunyo ko'rish aslida unchalik qimmat emasligini bilyapmiz-ku, mana qilyapti-ku hamma bu narsani. Hozir уже oson. Mana zo'r imkoniyatlar bizda, chegaralar ochilgan, vizalar yo'q qilingan, vobshe oson. Va bu qanchalik insonni ruhiyatiga foydali bo'lishini ko'ryapmiz. Bir dugonamni endi aytyapman-ku, men ham bu separatsiya bo'lish haqida yaqin-yaqinda bilishni va o'ylashni boshladim-da. Endi boya aytganimdek, bu xuddi konsultatsiyada bir dugonamni voqeasini aytmoqchiman. O'ylaymanki, dugonam xafa bo'lmaydi. O'ziga ham gaplashganman bu masalada. Yillar o'tdi-da, oradan yillar o'tdi. Qiz bola mendan 1 yosh kattami shunaqa. Va aytayaptiki, turmush qurishimiz kerak va farzandli bo'lishimiz kerak. Va buni tez qilishimiz kerak. Men aytayapman, bu yaxshi ideya, yaxshi nima deydi, yaxshi o'y-xayol. Ha, buni qilish kerak, qachonki o'zingga to'g'ri inson topganingda. Lekin uni niyati, maqsadi nimaga desam, mana hozir onam kasal, men yonida o'tiribman. Ertaga men ham farzand ko'rishim kerak, men o'zim qolganimda u meni yonimda o'tirishi kerak.
shu darajada mani miyam uchun anaqa bo'ldi-da, bu katta dillik portlash bo'ldi. Mani judayam jahlim chiqdi-da. San keyin gapirdim. Uzun qilib audio yozib gapirdim. Hayotingdan norozisan. Har kuni noliydigan depressnak videolar qo'yasan. Biz harakat qilamiz hayotini chiroyli qilganida, tezroq kelgan, tezroq ish topgan, ko'chaga chiqqan inson kommunikatsiyada bo'lmasa, uni hayoti og'irlashib ketaveradi-da, muloqotda bo'lmasa. Va umr shunchaki o'tib ketyapti-da, hayotdan qandaydir bir bilmadim, endi lazzat olish deymizmi, umuman muloqot yo'q. Va san baxtsizsan. Baxtsizsan deb to'g'rima-to'g'ri aytmayapman. O'zini tili bilan aytyapman. Ya'ni har doim noliysan, muammolarga to'lasan va shu narsani nega san farzandingga ravo ko'ryapsan? Nega hali tug'ilmagan farzandingni shu narsa uchun tayyorlayapsan? Bu noto'g'ri-ku. Tasavvur qil, farzand tug'ayotganingda farzanding 18 yoshga to'ldi va senga aytyapti: "Oyi, men butunlay ko'chib ketmoqchiman falon davlatga." Xohlamaysan, lekin haqqing yo'q uni ushlab qolishga. U 18 yoshli mustaqil shaxs. Nima qilasan o'sha paytda? Farzandni o'zi umuman qaraganimda menga qaraydi, oldimda o'tirib deb degan maqsad bilan tug'ish qanchalik noto'g'ri emasmi? Juda ham hali tug'ilmagan odamni hayotini bunaqangi kishallab qo'yish. Hozir men sizga buni tushuntirib beraman. Gapingiz bo'lmadimi? Yo'q. Qarang. Zanjir qanaqa va nimaga bizda muammo ado bo'lmaydi? Biz o'zimizni berilgan qalb yo'limiz va missiyamiz va o'z hayotimiz bilan emas, biz ota-onamiz bizga qurib bergan ssenariy bo'yicha yashaymiz. Ruschasiga bu жить чужой жизнью degan narsa. Biz o'z hayotimizni emas, o'zgalarning hayotini yashab o'tamiz. Va hamma muammo ham ana shunda. Bizni tanlagan kasbimiz, ota-onamiz bizni qachonlardir prokurorlar juda ko'p daromad olgan va ularda vlast, nima deydi vlastni? Xullas, o'sha hukm bo'lganligi uchun bizni prokuror qilishmoqchi bo'lishgan. Hech kim qaramaganki, подожди, buni ichida rassom, o'qituvchi, psixolog yashayapti, balki. Lekin jamiyat shuni talab qilganligi uchun bizni prokuror qilishga harakat qilishgan. Yuridicheski o'sha yuridik institutini oldi. Oho, u yerda shunaqa очередь bo'lib ketgan. Garvardda bu daraja talab bo'lmagan. Men o'ylaymanki, bo'rttirmay aytyapman. Men bitirgan 2004-yil tugatdim men maktabni 11-sinfni. O'sha payt shunaqa bo'lgan. Bu kimning hayoti? Bu bizning hayotimiz emas. Kim bizga yor tanlab beradi? Ota-onamiz, chunki ular bizdan yaxshiroq biladi. Go'yoki. Aslida ular bizdan yaxshi bilmaydi, o'zini hayoti ham shunaqa. Yaxshi emas. Ular bizga o'zimizga tanlashga berishmaydi. Nimaga? Qiz tanlab olib, meni yor olib keldim desa, bu qiz suyuqoyoq, yomon, yuzini oyoq qaratgan bo'ladi. Qanday qilib? U butun juft bilan esa butun umr yashashi kerak. Bu uni hayoti. Noto'g'ri bo'lsin, to'g'ri bo'lsin. Yigit o'zi yor tanlab kelsa va aytsa, men ana shu Abdusattor akani qizi Saporgulni sevib qoldim desa, u aytadi: "Sen boshingni aylantirib yuribdi. U ahmoq, sen qayerdan ham bilarding qizni farqini?" Ota-onasidan o'tib qanday qilib seni sevdi? Indiskiy kinolarga o'xshab u anu dalalarda yugurib, anu qonli urushlar qilib, o'zini ota-onasi bilan urushishi kerak, eng qizig'i. Chunki ota-ona ko'tara olmaydi, farzand qanaqasiga bizsiz qaror qabul qilishi mumkin. Axir unga 27 yoshli mana bu Shomurodga biz hayotini to'g'rilab berishimiz kerak-ku. Qanaqasiga u bizdan so'ramasdan o'z hayotiga qaror qabul qilishi mumkin? Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Tabiiyki unga ham ular o'z hayotini yashashga berishmaydi. Tushunyapsizmi? Qalb kasbini nimaligini bilmaydigan, chunki berilmagan. Qalbi bo'yicha jufti tanlanmagan, mantiq bo'yicha, mentalitet bo'yicha, ota-onani fikri bo'yicha tanlangan insonlar ana keyin o'z hayoti emas, чужой, begonalar hayotini yashashda davom etadi. Xuddi shunaqa ota-onasi shu hayotda yashagan, undan oldinlar ham o'sha shunaqa yashagan, o'ylashadiki, mana kam bo'lmadik, juda kam bo'ldingiz. Va pishe kam bo'ldingiz. Nimaga? Chunki siz ham xotirjamligingiz yo'q, baxtsiz bo'lib, afsuski o'tib ketyapsiz va farzandlaringizga ham xuddi shu narsani ravo ko'ryapsiz. O'zingizni qaysidir ma'noda ichingizdagi bo'shliqlaringiz va xudbinligingiz uchun. Men ota-onalarni yomon ko'rmayman. Men ota-onalarni yaxshi ko'raman, ularga minnatdormiz. Nega bu gapni aytyapman? Men prekrasni bilaman, men o'tib ketsam ham bu podkast yashaydi.
va mani o'zgartirishim nima desa bo'ladi, ta'sir qilmoqchi bo'lgan odamlar hozir 65-70 yoshli odamlar emas, ular meni ko'rsa so'kib o'tirishadi. Kim bu? Nima shappatning deb bizda Xorazmda. Mushtdek bo'lib bizga aql o'rgatadi, boshqa hech kimga yoqmaydi. Lekin mani ozgina bo'lsa ham yoki ustoz yoki shu insonning fikri menga yoqadi degan insonlar o'z hayotida buni keyin qo'llashadi. Shuning uchun aytayapman. Чтобы ular ham qiynalmasin, ularning farzandlari ham qiynalmasin. Oxirida shunaqa gap aytaman. Buni reels ham qilganman. O'z hayoti bilan yashashga bermagan ota-onalarni o'sha farzandlar baxtsizligi, muammolari bilan butun umr qiynashadi. Sochini yoyib kelib qiynaydi, yig'lab kelib qiynaydi, qarzga botib qiynaydi. Xudo ko'rsatmasin, mana bu nima deydi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan muammolar bo'lib, butun qiynaydi. Ota-ona bilmaydi, u aytadi, aqlsiz chiqdi farzandimiz, aqlsiz chiqqani yo'q. Siz unga bermadingiz o'zini yo'lida yashashga. Shuning uchun u sizni o'zi bilmagan holda tabiatan sizni jazolayapti. Va bu narsani o'sha insonlar sizni gapingizni inkor qilishdan oldin biroz atrofga qarasin. Biz yaqindagina qarang, bu faqat bizning millatda emas ekanda. Juda ham bir drama mashhur bo'ldi. Koreys seriali bu juda ham mashhur bo'ldi. Hayot senga mandarin bergan edi. Ko'rdingizmi shuni? Yo'q. Endi men nomi juda ham zo'r ekan, jalb qiluvchi. Bilasizmi, serial, maylimi ozgina aytsam serial haqida? Men tavsiya qilaman hammaga va bu serialni menimcha hamma ko'rib bo'ldi, juda ham ko'p joyda aylandi, ko'z yoshlar bilan, boshqa bilan va serial siz ko'rganingizda haligi dahshatli ko'z yosh ko'p keladigan serial emas. Serialni shunchaki yengil ko'rish kerak. Serial bu bizning hayotimizni olib bergan. Ya'ni bir erkakni oilasidan separatsiya bo'lish qanchalik qiyinligini va ota-onalar aralashuvida oilani saqlab qolish mumkinmi? Deylik, xotinini, sevgan ayolini himoya qilish bizda xotin quli-yu. Serialda qarang, xuddi bundoq qarab, nega bunchalar bizga yaqin dedim-da, ularni anaqasini, madaniyatini, xotinini himoya qilishini erkak sifatida ko'rsatib bergan va qiz butun umr otasiga o'xshagan erkak qidiradi. Otam onamni himoya qilgan deydi. Va xuddi shunday bir ojiz yigitga duch keladiki, endi men juda gapirib bermayapman, mantiqni aytmoqchiman. Va o'sha erkak aytadi, men senga turmushga chiqa olmayman, chunki sen meni onangdan himoya qila olmayapsan. Bu yerda ona bola munosabatlarini buzish haqida emas gap. Bu yerda sog'lom munosabat, sog'lom ota-onadan separatsiya bo'lish, ajralib chiqish, shaxsiy hayotini qurish haqida-da. Juda ham chiroyli serial. Kuchli, dahshatli o'zgarishlarga boy emas epizodlar, shunchaki hayot haqida o'tirib ko'rish kerak. Men o'sha serialni ko'rganda tushundimki, demak, qaynona munosabatlari, umuman ota-ona bilan bolani separatsiya bo'lmasligi va buni oqibati qanaqa fojialarga olib kelinishi haqida serialda juda chiroyli gapirib berganda va men oxirgi paytda juda ko'p shu narsani o'ylab qoldim. Endi meni tengdoshlarim ko'p turmush qurgan, orasida ajrashganlari bor va farzand katta qilayotganlari borda va ularda reja avvalo farzandlari bilan bog'liq o'sha. Va o'shanda e'tibor berdimki, meni bizani avloddan, pokoleniyadan juda umidlarim katta edi-da. Biz uzamiz bu zanjirni deb o'ylardim. Chunki onam bilan suhbatlarimda atrofga qarab, atrofimdagi yoshlar bilan, o'zim tengdoshlar bilan suhbatlarni ko'rib, biz bu zanjirni uzamizda, biz farzandlarimizga chiroyli hayot beramiz degan xayollarda edim. Juda qattiq adashgan ekanman. Afsuski juda qattiq adashgan ekanman. O'zimni yonimdagi kollegam yoki bir internetdagilardan juda noto'g'ri xulosa chiqargan ekanman-da. Aslida biz bu zanjirni uzaolmas ekanmiz. Men hali 30 yoshdagi odamlarni bolasi bilan rejalarini ko'rib, voy, men shuncha qiynalib tug'dim. Qanday qilib buni men bunaqaga berib yuboraman yoki voy, men shuncha qiynalib katta qildim, o'zim topaman qiz degan gaplarni o'qib qanday qilib deyman-da, bizni avlod bu zanjir uzish kerak emasmi? Eng jabr ko'rgan avlod biza-ku bu narsadan. Menga yozishadi-da, siz baribir mentalitetni o'zgartira olmaysiz yoki baribir o'sha ota-onalarni o'zgartira olmaysiz. Men aytaman, men o'zgartirishga harakat qilayotganim ham yo'q. Menga kelyapti, men ko'ryapman nohaqliklarni va men bu narsani aytyapman. Men prekrasni bilaman, bunga yarim asr ham yetmaydi. Chunki avlodlar yangilanishi kerak va ular bu nima deydi,
shag za shagim bo'ladi. Bu qadamma qadam, может быть, balkim bir asrdan keyin. Men точно bilaman, men o'tib ketaman. Da ijod mahsullarim qoladi, lekin bu narsalar odamlarning miyasida urug' bo'ladi, biroz ta'sir qiladi farzandiga, biroz ta'sir qiladi nevarasiga, sekin-sekin bizga ham o'sha porloq kelajak yetib keladi. Yetib keladi. Qachondir yetib, обязательно, albatta yetib keladi. Chunki biz o'tgan yo'ldan hozir baxtli yashayotgan top 10 davlatlar hammasi o'tishgan. Albatta ular osmondan tushib qolmagan. Hamma bir xil odam ota, agarda o'sha odam ota momo havodan nima qilgan-ku, lekin ular qabila ko'payishgan. O'sha qora tanliklar ham bir paytlari ular o'zidan o'zi qora bo'lib qolmagan-ku. Iqlim ta'siri boshqa. Xullas, har kim o'zini hayotini bilganicha qurishni boshlagan, keyin madaniyatlar paydo bo'lgan, keyin xullas yashash tarzi boshqa va o'sha g'arb ham bizni nimadan bosib o'tgan va ular eng to'g'ri tabiat qonuni bo'yicha yashashni o'rganganligi uchun ham u yerda top 10 davlat turibdi. U yerda 10 ta davlatning ichida musulmon bitta ham davlat yo'q. U yerda sharqdan hech kim yo'q. Tushunyapsizmi? Nega u top 10 butun 200 dan oshiq davlatning ichida biz yo'qmiz? Biz shu daraja aqlli bo'lsak, ota-bobolarimiz dono bo'lsa. Chunki bilamiz nimaligini endi. Bu o'ylaysizmi, shu bizni avlodga berilgan baho bizni avlod bu zanjirni uza olmaydimi? Qaysi avlod? Millionerlar. Juda kuchli shaxslar uza oladi. Nega juda kuchli? Baxtini atrofdan emas, o'zini ichidan va o'zini maqsadlari, kelajagidan qidiradigan, boshqalarni ayblamaydigan, baxtini, mas'uliyatini boshqa odamga topshirmaydigan. Bilasizmi, qanaqa shaxs bo'lishi kerak? Uni o'zi ulg'aygan bo'lishi kerak. Uni o'zi o'sha jabrlanuvchi pozitsiya bor. O'zi aytishi kerak, "Подожди, to'xta, men ichimdan qidirib ko'raychi, atrofdan, farzandlarim, ota-onam, erimdan yoki Shomurod akamdan emas." Juda kuchli shaxs bo'lishi kerak. Chunki farzandlarni qo'yib yuborish uchun ham insonni o'zi kimligini anglashi kerak. Bu jamiyatda uni roli bo'lishi kerak. Ya'ni o'tirib olib burchakda qarilikni bo'yniga olib choy ichib o'tiradigan odam bo'lishi kerak emas. Yoki pensiyaga, nafaqaga chiqdim, bo'ldi. Shu paytgacha biz endi qildik qilarimizni emas. Uni butun umr jamiyatga foydali roli, hayotdan ma'nosi farzandlardan tashqari bo'lishi kerak. Agarda hayotdan ma'nosi yo'q, kimligini bilmaydi, butun umr sen ertaga turmush qurishing kerak, sen yerga tegishing kerak deb katta qilinsa, uni hayotdagi eng asosiy ma'nosi turmush bo'ladi. Eri esa uni xudosi bo'ladi, farzandlari ma'nosi bo'ladi. Er unga yuz o'girib, unga ikkilik qilishni boshlaydi, orqadan pichoq urishni boshlaydi, keyin aytadi, bu emas ekan, meni hayotdan ma'nom farzandlar ekan deydi. Keyin ularga osilishni boshlaydi. O'zi tushunmaydiki, o'zini oxirgi planga qo'yib, o'zini kimligini bilmaganligi uchun ham undan yuz o'girdi va u tabiat qonunini buzib, butun ma'noni farzandlarga o'tkazib yubordi. Tushunyapsizmi? Uni qalbi, uni miyasi, uni kimligi keyingi oxirgi darajaga tushib qolganligi uchun. Shaxs sifatida u yo'q u yerda. U ona, u uy bekasi, u xizmatkor. U kelin, u shaxs emas, u nigora emas, u kelinlar qo'zg'olonidagi. Nigora bo'lish kerak-da. Ana keyin, hozir uzr. Ana keyin nima bo'ladi? Bo'ldi, unda boshqa ma'no yo'q. Любой jinsidan qat'iy nazar, oilaviy statusidan qat'iy nazar, har bitta insonni o'zini ham shaxs sifatida bu hayotda ma'nosi bo'lishi kerak. Mendan so'rasangiz, xo'p, men erkakman, meni hayotdagi ma'noyim mana qilayotgan ishim insonlarga qaysidir ma'noda menga tepadan keladi, faqat kitobdan, institutdan emas, men shuni ulashaman. Ichimdan keladi, balkim avaz o'tar, meni bobom, qondan kelar. Nima bo'lganda ham meni missiyam bu. Men o'shani gapiraman, bu meni ma'nom. Tushunyapsizmi? Men agarda turmushim, shaxsiy hayotim, do'stlarim nimadandir muammo bo'lgan taqdirda ham yoki o'zim baxtsiz bo'lib qolmayman, chunki menda ma'no bor. Men o'zimni, hayotimni farzandlarga nima qilib qo'ymayman. Aytishingiz mumkin, ona baribir boshqa farqi yo'q. Ha, bilaman, menga aytish oson, men ayol kishi emasman. Materinskiy instinkt degan narsa bor. Lekin baribir bu degani o'sha ona farzandlariga yopishib, ularni ustuvor va hayotni eng asosiy ma'nosi qilishi kerak degani emas. Qaytaraman, o'zligini anglamagan, hayotdan boshqa ma'nosi bo'lmagan insonlar farzandlariga mustaqil bo'lishga berishmaydi va ularga yopishib olishadi. Mana qayerda gap.
o'zi hayotda ma'no deganingizga hozir aytyapman. Hayotingdan ma'no qidirsang bu ona degan qandaydir chiroyli gaplar bor-ku. Ha, to'g'ri. Onalar o'zi umuman bizni dunyoga keltirgan insonlar hayotda eng muhimi. Lekin hayotdan ma'no topa olish bu insonga bog'liq bo'lishi juda ham xavflimi deb o'ylayman-da. Ya'ni hayotdan ma'no bu sevimli ish yoki qandaydir hobbi, ya'ni unga agar hayotimizda ma'no inson bo'lsa, biz unga ortiqcha zarar berib qo'yishimiz mumkin-ku. Deylik, ona farzandiga onalik vazifalarini qilsin, lekin butun hayotini u bilan bog'lash farzandlarga bo'lgan qandaydir to'siqlarni. Endi bu haqida qancha kinolar ishlangan, kitoblar yozilganda, mana shu deylik, farzandni erkin qo'yish haqida. Sevimli ishi bilan shug'ullansin, o'zi istagan insonga o'z hayotini yashasin. O'z hayotini yashasin. Siz bunaqa darajada ularga og'riq bermang degan mazmunda kinolarimiz juda ko'p. Biz kinolarni ko'ramizda, keyin tugagandan keyin farzandiga qarab buyruq berib yana o'zini hayotida davom etaveradi. Bu faqat kino deb. Kim aytdi ona hayotdagi ma'no deb? Statuslar ko'p-ku, juda shunaqa. Qaysi status? Kimlardir yozib qo'yadimi? Ha, hayotingda ma'no qidirmoqchi bo'lsang, teskari o'qi, ona degan statuslar ko'p. Ha, bu o'sha gap. Nima desa bo'ladi? Ilohiylashtirish kimnidir? Meni ham onam bor. Onamni ham onasi bo'lgan, ular ham ajoyib inson bo'lganlar. Lekin qaysidir shaxsni juda ilohiylashtirsang, seni o'zingni ma'noing ham, o'zliging ham, o'zing ham orqa planga o'tib qolasan. Mana bu bizning eng katta fojiamiz. Onalarga minnatdormiz. Ona buyuk, ona mo'tabar 100%. Ha. Lekin bu degani biz o'zimizni oxirgi planga unutib qo'yishimiz va kimnidir ilohiylashtirishimiz kerak degani emas. Unutmaylik ham bu ham mentalitet. Biz kimgadir o'zimizni butun bag'ishlasak, biz o'zimizni yo'qotib qo'yamiz u yerda. Ona emas hayotning ma'nosi, insonni o'zi asosan baxtli bo'lsin, ma'no topsin. Onani ham u boshida ko'tarib qo'yadi, otani ham. Qanday qilib o'zini anglamagan va uni ma'nosi faqat ona bo'lgan inson, u onaga nima bera oladi muammodan boshqa? Ha, boya shu haqida juda zo'r gapirdingiz-da. Ona hammamiz uchun buyuk va bu narsani tushunish kerak, bu narsani suiiste'mol qilish kerak emas. Juda ham ko'p muammoga botib qolgan insonlarni kuzatsak, ular yo mutlaqo oilasidan mehr olmagan bo'ladi yoki juda ham oilasiga qattiq bog'langan insonlar bo'ladi-da. Mustaqil qaror qabul qila olmaydi. Shu kasbda ishlaydigan do'stlarim juda ham ko'p shikoyat qilishadi xodimlaridan. Mustaqil qaror qabul qila olmaydi bular, meni qiynaydi deydi. Rahbar sifatida men topshira olmayman ularga nimadir deydi. Nimani hisobiga? Menga shunaqa shikoyatlar bilan kelishganda men aytaman-da, onasi vaqtida qo'yib yubormagan-ku bolani. Endi nima kutyapti boladan? Vaqtida qo'yib yuborishni o'rganish kerak. Qanchalik og'riqli bo'lmasin, qanchalik qiyin bo'lmasin, agar vaqtida qo'yib yubormasa, ona har doim sudrab yura olmaydi. Nega ona faqat? Ota qayerda? Ota-ona haqida. Yo'q, o'zi men aytaman, nega bizning jamiyatda ota degan tushuncha yo'q? Chunki ota ishlab pul topishi kerak, ona esa farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishi kerak. Nohaqlik-ku. Ha, juda ham. Bu uje tarbiyani buzilishi-ku. Demoqchimanki, qarang, bitta gap bor bizda. Agarda seni ikkita odam chaqirsa, ota-onangdan avval onangni oldiga bor, avval onangni, yana onangni, keyin otang anu yerda xolodilnikni tuzatib, to'qirib o'lib qolgandan keyin 4-marta otangni oldiga borsang bo'ladi. Ko'mish uchun. Qo'pol qilib aytdim, chunki yetib boradi shunda. Nega ota yo'q bizda? Demoqchimanda, tarbiyada nimaga bizda faqat onangni rozi qil, anu nimada ham onajonimga deb anu yozib nimalarni qilib qo'y. Nimaga otajonimga deyarli yo'q? Bor, deyarli yo'q. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Ular bir xil tarzda bolaga buyuk, nima deydi, mo'tabar, aziz bo'lishi kerak. Nega? Chunki mana shu biz gaplashgan gap. Ota bilan onani ikkalasi Tom and Jerry bo'lganidan keyin farzandlarni ona o'ziga tortadi, otani uzoqlashtiradi. Chunki o'ziga yaqinroq qiladi, ota ulardan uzoqroq bo'ladi. Menga ko'proq qilishsin degan ma'noda ota yomon ko'rsatiladi. Aslida ota ham teng harakat qilyapti. Ota ham mehnat qilyapti, unga boqyapti va hokazo. U ham yirik planda. Albatta, kamdan kam bo'ladiki, otajonimga degan shu onajonim asosan. Ota ham bir xil. Erkaklarga juda ham jiddiy qolipda qaraymizda, ularga boya
aytganimdek, sen erkaksan, senga kerak emas bu. Sen erkaksan, senga kulish mumkin emas. Sen erkaksan, senga bu mumkin. Xuddi ayollarga mumkin bo'lmagan narsalar borda. Erkaklarda endi juda ko'p emas mumkin bo'lmagan narsalar, lekin bor ularda ham. Va men o'ylayman, bunga ham to'g'ri qarash kerak. Balki o'sha erkaklarga ham to'g'ri juda ham ortiqcha mas'uliyat yuklamasligimiz kerakdir. Ya'ni keraksiz mas'uliyatlarni olib tashlab, kerakli mas'uliyatlarni qoldirish kerakdir ularda ham. Nima mas'uliyat bor ularda oilani boqishdan va bitta ayolni baxtli qilishdan boshqa? Mana katta hayot. Ha, deylik, biz yig'lagan erkakni nima uchundir normal qabul qilmaymiz. Nima uchun erkak kishida hissiyot bo'lishi noto'g'ri? Nima uchun erkak kishi yig'lashi, bir insoniga sirini aytishi yoki ozroq tushkunlikka tushishi mumkin emas? Ha, erkak obrazi haqida bizda shunaqa tushuncha bor. Erkak kishi emotsiyasini ko'rsata olmaydi, ko'rsatishi kerak emas va u yig'lashi kerak emas. Balkim qadim zamonda qayerlardandir kelgan bu narsa, что kuchli erkak o'sha emotsiyasini ko'rsatmaydigan nimadandir yetib kelgan bizga. Lekin действительно yaqinda men bolamni tish doktoriga olib bordim, 7 yosh o'g'limni. 3 yoshida ham u o'zi menga telefon qilgan. Dada, men tishim yiringlabdi, oldiramizmi 3 yoshida? Onasi telefon qilib o'zi aytadi, oldiramiz. Da, bolam, hozir boraman. Shunaqa, shunaqa qilib tarbiya qilyapmiz biz. Bu genetika emas. Hozir ham 7 yoshida David, bolam, boramizmi tishingga? Ha, boramiz. Yig'laydi, og'riydi joni. Men ham yig'layman kerak bo'lsa, lekin demoqchimanki, u o'sha joyda yotadi. Normalniy, что bu narsani to'g'ri qabul qiladi. Buni qabul qiladi. Hayot уже 7 yoshidan, kerak bo'lsa 3 yoshidan og'riqlardan ham iborat. Ertaga xursand bo'lasan, bolam, chunki ertaga tishlaring sog'lom bo'ladi. Hozir og'riydi lekin biroz. Men seni lekin yoningda turaman. Mana shunaqa qilib tarbiya qilganmiz. O'sha joyda yaqinda bo'ldi, bitta 60 yoshli bitta onaxon, u ham nevarasini olib keldi. Shunaqa bola. Mana bolam yotibdi bitta koykada, uni nevarasi yotibdi. Men qo'limni yuvib turibman. Bunaqa narsalarni men chetlab o'ta olmayman, chunki nohaqlik bolaga nisbatan. Bola aytayapti, og'riydimi, boshqa qilaman desa, "Ты mujik или кто?" Sen o'g'il bola yig'lamaydi. Erkak yig'lamaydi. Hozir yig'lasang sen erkak emassan. Vrach ham unga qo'shilib aytayapti. Ha, o'g'il bolalar yig'lamaydi. Men qo'limni yuvib turdimda, qaradimda, kim aytdi o'g'il bola yig'lamaydi deb dedim. Anu babushka menga qaradi. Ruslashganmi, bilmadim. Xullas, menga qaradi. Biz uni shunaqa tarbiya qilyapmiz. Men 38 yoshdaman, men haligacha yig'layman dedim. Bu normal holat. Nega yig'lamasligi kerak? Biz jins tanlamaydi bu dedim. Desam, yo'q, biz uni shunaqa tarbiya qilmoqchimiz, u zaifligini ko'rsatmaslik uchun dedi. U yog'iga tortishib o'tirmadim, chunki uje nima bo'lib ketardi. Tushunyapsizmi? Tushuntirishni foydasi yo'q. Ha, bu ham jamiyat, bu mentalitet, qayerdan yetib kelgan buni farqi yo'q, lekin asosiysi bizni uje bolalikdan shunaqa tarbiya qilishadi, go'yoki o'sha o'g'il bola yig'lamaydi, u emotsiyasini ko'rsatmaydi, chunki bu zaiflik. Bu nimaga olib keladi? O'sha o'g'il bola katta bo'lganida abuzer bo'lishiga olib keladi. Chunki unda emotsionalniy intellekt yo'q. Unda kimnidir qalbini his qilish yo'q, chunki uni qalbini his qilishmagan. Uni qalbi og'rigan payti uni borib turib, bolam, qalbing og'riyapti, bilaman, tushunaman sen. O'tib ketadi. Ana bolam tishini olishdi, yomon yig'ladi. Menga ham og'ir botdi. Tishini olib bo'lgandan keyin uni oldim, quchoqladim. Bir 3 daqiqa bag'rimga bosib turdim. Meni bag'rimga ham boshini qo'ydi, yig'lab turdi. Tushunyapsizmi? Uni og'riqini men malham berdim. Men uni og'riqini ustiga qora temirdan yopib qo'ymadim. Ana shu og'riq qora temirda yopilgan og'riq, qora temir esa yum og'zingni, ko'zingni yoshini art. O'g'il bolamisan deyishim kerak edi, men erkak shunaqa bo'ladi-ku. Keyin nima bo'ladi? U katta bo'ladi. U keyin uylanadi. To'xtajon xolani qizi Oymonjonga uylanadi. Xorazmcha ismlar bular. Uylanganidan keyin o'sha Oymonjonni joni og'rigan payti u aytadi, "Yumay og'zingni, ko'zingni yoshini, bor yo'qol, ota-onangni uyida yig'lamani oldimda yig'lama" deydi. Chunki unda kimnidir qalbini his qilish emotsional intellekti yo'q. Unikini his qilishmagan. O'zi mana shu yoshligida hislarini, o erkaklarda hislarini ko'rsatishga imkon berilmagani, kelajakda uni abuzerlikka moyilligi haqida tadqiqotlar bormi? Tadqiqotlarni men ko'rgan emasman, ammo kitoblarda yozilganligi bor psixologiya bo'yicha. Chunki empatiya degan narsa bor. Boshqa odamlarni his qila olish
va ularni qalbini ham hurmat qilish. Mana masalan hozir bitta nimani aytaman. Yaponlarda shunaqa bir odat bor. Yaponlar qarshisidagi insonni uchratib qolsa, kimni bo'lsa ham, katta xolasini o'g'li bo'lsa ham, qizi bo'lsa ham, unga muammosini aytishmaydi. Amerikada ham bu rivojlangan. Mana kim bilandir uchrashib qolgan payti bir o'tirib qolsa yoki tish doktoriga o'tirgan payti 1 soat navbati bo'ladigan bo'lsa, yonidagi o'tirgan odamlarni qalbini, ularni kayfiyatini hurmat qiladi. Tushunasizmi? Qanaqa daraja bo'lishi kerak? Empatiya darajasi. Bizda nima qiladi? Bor dardini, bor energiyasi. Kredit, problema. Eri iflosligi qolmaydi, farzandlari yomon yaramas maxluq chiqqani qaramaydi, hammasini to'kadi. U energiyasini, buni yomon energiyasini olib ular keyin ketishadi yana qancha vaqtga. Rivojlanmagan bizda bu narsa. Yoki xursand bo'lishadi. Muammo faqat menda emas ekan-ku. Ha, bu ham bor, afsuski. Men nimaga tadqiqotlar bormi deb so'radim, chunki xuddi siz aytgandek, men boshqa davlatni videosini ko'rganman-da. Bu haqida psixologlardan eshitganman, lekin aynan o'sha video ham ko'rganman, balki rostdan bu haqida tadqiqot bordir-da. Yig'lama, unaqa qilma, bunaqa qilma, jim, sen erkaksan, sen unaqasan, bunaqasan deb va kelajakda u abuzer bo'lib ulg'ayadi. Hozir esimga tushdi. Jon Gottman degan, kerak bo'lsa butun dunyoda kuchli ekspert bor, Amerikada. Uni kstati tadqiqoti bor, esimga tushdi, uni kitobidan. 7 принципов счастливого брака. O'sha kitob bo'yicha ular 850 ta parani olib bitta xonaga har xil xonaga umuman joylashtirishadi. Deylik, bitta domni olishadi, katta. O'sha joyga 850 ta juftlarni olishadi va ularga aytishadi, что roziligini olib, что ma'lum bir muddat sizlarni kuzatamiz. Baxtni formulasini topish uchun. Kamera qo'yishadi, ularga mikrofon ulashadi va oylar, yillar davomida kerak bo'lsa ularni kuzatishadi. Bu realniy tadqiqot. Va o'sha joyda eng asosiy muhim narsa shuni tushunadiki, umuman kitob bo'yicha yozilgan, что bu emotsional intellekt, ya'ni o'zingni his-tuyg'ularingni hurmat qilish, ularni yopmaslik va boshqanikini, qarshingdagi insonnikini ham hurmat qilish. Hurmat qilinmaydigan va o'sha qaysidir insonni qalbiga tupuradigan, uni o'ylamaydigan, kerak bo'lsa uni bosadigan farzandlar bolalikda o'zini qalbiga tupurilgan bo'lib chiqiladi. Mana Jon Gottmanning tadqiqoti shundan iborat. Bu juda yaqin sizni hozirgi mavzuyingizga. Qayerdan bizda muammo? Birinchidan ayolni mana shu uyda birinchidan u o'zi qalbidagi tuyg'ulari, emotsiyasini hurmat qilmaydi. Ayolni o'zi, chunki uni ota-onasini uyida unga hurmat qilish ko'rsatilmagan. Tushunyapsizmi? O'zini qalbidagi u yutib yuradi-ku. Yutadi. Hamma narsa yig'ib kelingandan keyin u konsultatsiyaga yoziladi yoki onasinikiga ketadi, portlaydi u. U o'zinikini hurmat qilganda boshidan Nigoradek. Biz 3 kunga kelishganmiz. Bugun esa 4-kun. Tushunyapsizmi? O'sha payti Nigorani juda yaxshi ko'rdim bu filmni. Bolalikdan tabiiyki har yili ko'rardik uni. Har yili ekranda nima qiladi. Men katta bo'lib, hozirgi ilmim bilan, hozirgi nazarim bilan ko'rsam, bu rejissyor, bu aktyor, bu shunaqa puxta ishlangan. Ya'ni 6 ta kelin alohida mavzu, bittagina kelin go'yoki o'sha paytda biz aytganmiz, gap qaytaradigan, shaddod, yomon kelin deb o'ylaganmiz. Chunki ota-onamiz ham uni ko'rganda yomon ekan, gap qaytarar ekan, bo'lmas ekan, oyligini so'rar ekan, tush, lak, shampun olmoqchi edim der ekan. Bunaqa bo'lmasligi kerak edi deyishgan, biz ham yomon deb, lekin ko'rsam ana u shaxs ekan. Yomon emas, u o'zini his-tuyg'usi, qalbi, baxti uchun kurashayotgan ekan. Faqatgina uni his-tuyg'usi, qalbi, baxtini hurmat qilmagan, empatiya, o'sha emotsional intellekti yo'q erkaklar va qaynona uni bosishga harakat qilyapti. Agarda ularda ham rivojlangan bo'lsa, ular uni qalbini to'xta, buni joni og'riyapti. To'xta, bu ham fizkultur, jismoniy tarbiya, buni hayotdagi missiyasi. U jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'ladi. Dars beradi shundan. Tasavvur qiling, uni jismoniy tarbiya nimasini undan olib qo'yishsa, undan borlig'ini, ma'nosini olib qo'yishyapti. Uni his-tuyg'usini, emotsiyasini, dodini tushunish uchun nima kerak? Bunga mana bu intellekt kerak-ku. O'zi ko'pchiligimiz shaxsiy chegara qanaqa bo'lishini shu Nigorada ko'rganmiz-a?
Bu juda to'g'ri. Agarda kim ko'rmagan bo'lsa yoki kim o'sha payti bolaligida ko'rgan bo'lsa, qayta ko'rish kerak bu filmni. Hatto meni bitta darsim bor, kursda shunaqa dars qilganman. Imенно kelinlar qo'zg'olonini filmini men bo'lib sharhlaganman. Mana bu joyda nimaga Nigora bunaqa qildi? Chunki uni orqasidan unga nima kelardi? Mana bu joyda nega mana bu bitta o'sha paytda zo'r mashina hisoblangan Volgada yuradigan amaldor o'sha o'g'li bor edi Farmonbek. Nega uni ayolini hurmat qilmaydi? Chunki ayoli o'zini hurmat qilmaydi, qadri yo'q, shaxsiy chegarasini bilmaydi. Ana u eri esa lavozimidan, puldan foydalanib boshqa bilan yurishni boshlaydi. Ayolini bir tinga olmaydi. Ayoli indamaydi, sochiq olib kelgan joyi bor. Mana sochiq desa keyin tezroq olib kelsang bo'lmaydimi? Imillaysan degan joyi bor. Ayoli ketib qoladi. Yaxshi munosabat qilmaydi ayoliga. Ayolida agarda unda o'zini hurmat qilish bo'lsa, shaxsiy chegara bo'lsa, ichkariga kelib qachab aytgan bo'lardi. Nega men bilan boshqalar oldida bunaqa gaplashdingiz? O'zi nega men bilan bunaqa qo'pol gaplashdingiz? Nimadir noto'g'ri bo'lsa yoki nimadir bo'lmayaptimi? Menga ayting. Hal qilamiz. Agarda hal qilib bo'lmaydigan bo'lsa, men sizni etagingizdan osilib yurmayman. Mana konkretniya pozitsiya. O'zi shaxsan menda o'tadi bu narsa-da. Agar men o'zimga nisbatan juda ham noto'g'ri narsa ko'rsam, hattoki onam bilan ham gaplashib olaman. Bu o'ylayman juda ko'p og'riqlarni, muammolarni oldini oladi. Shunday bo'lish kerak emasmi? Insonda bu avtomatik, buni kimdir o'rgatishi kerakmi? Bu avtomatik paydo bo'ladigan narsa emasmi? O'zimizni himoya qilish, o'zimizni, menimizni xafa qilmaslik. Bo'lishi kerak. Instinkt самосохранения ruschasiga shunaqa tushuncha bor. O'zimizni menimiz, o'zimizni jonimiz, umuman olamimizni himoya qilish tuyg'ularimizni bor. Lekin bu narsadan ham ustunroq narsalar bor bizda. Ya'ni qarang, o'zingni himoya qilishing, shaxsiy olamingni himoya qilishing, qalbingni himoya qilishing uchun senga bolalikdan men muhimman, men ilohiyman deb tarbiya qilinmagan bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Seni tanang, seni qalbing, seni kelajaging muhim. Men sen bilan butun umr yura olmayman. Sen mensiz ham yashashni o'rganishing kerak. Men seni orqangda turgan tog'ingman. Ya'ni men senga qo'limdan kelgancha maslahatim bormi, boshqa bormi? Yoningdaman. Lekin sen mensiz yashashni o'rganishing kerak. Seni qalbing muhim deydigan sog'lom fikrli ota-ona kerak. Nega bunaqa narsa yo'q? O'sha qiz o'ylaysizki, o'zini qadrini bilmaydi yoki o'zi chegara qo'ya olmaydimi? Qo'ya oladi. Jonidan to'yib ketgandan keyin qo'yishga majbur bo'ladi. Ungacha nimaga qilmaydi? Chunki u yerda uni ilohiy ota-onasi bor orqasida. Ularni yuziga dog' tushirib qo'ysam, shaniga, ular keyin qayerga qaraydi? Men agarda gap qaytarsam, axir ular menga aytishgan-ku, tepsa ham, ursa ham, xiyonat qilsa ham, xo'p bo'ladi degan. Qaynonangni rozi qil, eringni rozi qil. Tushunyapsizmi? Oliy uni maqsadi bor. O'sha unga kiritilgan boshidagi cho'pchak bor. Nega buni aytishadi? Muammo orttirmasin kelajakda deb. Mayli qiynalsin, lekin bizga muammo orttirmasin. Sog'lom fikrli ota-ona aytadi: "Qizim, tushunaman turmush, tushunaman ering, lekin bilginki, seni joning sog'ligi, seni qalbing butunligi va seni o'zligingni yo'qotmasliging muhim hayotda. Kimdir bundan ayirmoqchimi? Qo'ldan kelgancha kurash, biz ham seni yoningdamiz. Qo'ldan kelgancha agarda qiynalyapsanmi, sen bitta yolg'iz jang maydonida qolib ketdingmi, bilginki, biz seni yoningda turamiz. Toki tirik ekanmiz." Mana qanaqa bo'ladi tarbiya. Nigorani tarbiyasi xuddi shunaqa bo'lgan. Men hozir etim jimbirlab ketdi. 6 ta kelinni tarbiyasi esa ichingga yut dardingni va o'zingni, o'zligingni, shaxsiy chegarangni bitta joyingga tiq, qo'pol qilib aytishga majburman. Va kimdir chizib bergan yo'ldan yur indamasdan. O'zingni hayoting emas-da. Biz istaymizmi yo'qmi, ota-onalarimizni imzosimizda men shunday ko'raman. Masalan, biz qanday bo'lsak, demak, ota-onamiz bizni shunday tarbiyalaganda, keyin juda ham ko'p kuzatsanglar, shu baxtli odamlarni, baxtli qizlarni, erkaklarni, xotirjam, o'ziga ishonchi, duhi baland ayol qizlarni, bolalarni xuddi siz aytgandek ota-onasi men oldingdaman. Nima bo'ldi? Men sen bilanman. Nima bo'lsa hech qisi yo'q. Senga ya'ni sen nimaga bunaqa qilding, nega bunaqa xato qilding emas. Qildingmi qizim, mayli bo'laveradi. Mana shunaqa ota-onalarni farzandlari seziladi o'zi.
qandaydir o'ziga bo'lgan ishonchi 100% shunaqa. muloqotlarida. Erkaklarda ham shunaqa. Otasiz o'sgan erkaklar afsuski egnini siqib o'sadi. Daldani sportdan, ko'chadan qidirishi mumkin, lekin ana shu duh mavzusida ularda juda qiyin bo'ladi. Ota-onasi yonida turmagan farzandlar, qiz va o'g'il, ularda hayotda so'z erkinligida o'zinigini olishda va o'zi haq bo'lsa ham o'rnida turib to'xtang. Nimaga bu adolatsizlik bo'lyapti deya ayta olmaydi, duh bo'lmaydi afsuski juda ko'p hollar. Nega? Chunki bizni ilgari bolalikdagi xudoyimiz, biz bolalikda xudoni tushunmaymiz, biz dinni tushunmaymiz. Ha, bizga o'rgatishadi. Xudo boshqa, lekin bolani aqli unga tushunmaydi. U konkretni ko'rib turgan xudosini biladi, otasi, onasi. U uchun xudo ko'z ochib ko'rgan. Ana shu ota-onasi agarda, "Ey, sani orqangda men borman" desa, bilasizmi? U yaxshi ma'noda tog'larni ag'darib tashlaydi o'sha katta bo'lganida ham. Meni ikkita o'g'lim bor, 7 yosh, 4 yosh. Buni aytib o'tishim kerak. Nega? Chunki men detskaya psixologiyadan boshlaganman. Meni o'quv markazlarim bo'lgan, aytdim. Yuzlab, minglab Xorazm farzandlarini men tarbiya qilganman. Men bilaman nima deyotganimni va men o'g'illarimga, mana o'g'illarim futbolga qatnashadi. Men o'zim futbolist bo'lmayman, men boksga borganman. O'g'illarimga men o'zimni nomerimni yodlatib qo'yibman. Mana telefon raqamimni. Bolam, tengdoshingmi, boshqami, o'zing hal qil. O'zing kuching yetadigan narsa bo'lsa o'zing hal qil. Agarda seni kimdir xafa qiladi, boshqa qiladimi, o'zing hal qilishga harakat qil. Sinfdoshlaring, tam bog'chadagi boshqa. Lekin seni kuching yetmaydigan yoki sen o'sha bir nechta qiyinroq situatsiyada qolib ketdingmi, meni raqamimni esla, ikkalasi ham meni raqamimni biladi. Va любой odamning oldiga kelasan va momentalno onangga emas, katta xolangga emas, momentalni qayerda bo'lsa ham kimgadir yoniga borasan, telefoningizni berib tura olasizmi? Otamga telefon qilmoqchiman. Albatta berishadi. Men nomerimni yoddan bilishadi ular. Srazu menga terishadi. Pap, nima bo'lyapti? Mana shu yerga kela ol. Ular bunaqa situatsiya bo'lmagan. Bunaqa situatsiya bo'lish ehtimoli umuman kam. Men buni bilaman. Lekin aytganman, любой payti menga telefon qilasan, agarda kuching yetmaydigan, ammo sen og'riqli va zaif situatsiya, muammo, kimdir seni xafa qilayotgan situatsiyada men uchib boraman. Aytadi, ishingizni ham tashab borasizmi? Любой narsani tashab boraman, o'g'lim. Ishon menga deyman. Bu ularga ishonch. Shunaqa ishonch, yana etim jimirlayapti meni hozir. Shunaqa ishonch. O'sha payti meni bolaligimda bu narsa menda bo'lmagan. Boks menga yoqmagan hech qachon, lekin men boksga o'zimni himoya qilish uchun, menda shunaqa ota-ona afsuski bo'lmaganligi uchun men borganman. Va keyin o'zimni farzandlarimda buni tuzatishga harakat qilyapman. Ota-onam ajoyib. Ularni bergan tarbiyasi, ilmi beminnat. Ammo ana shu tarafdan menda oqsash bo'lgan, og'riqlar bo'lgan. Keyin boksga borganman. Farzandlarimda shu narsa bo'lmasin. Evolyutsiya shunaqa rivojlanadi. Ya'ni farzandlar bizdan ko'ra baxtliroq, kuchliroq, himoyaliroq bo'lishi kerak. To'g'ri. Men buni his qilganman, lekin oyimga rahmat o'shaning uchun ham. Har doim necha yoshda bo'lsangiz ham himoyada bo'lishingiz bu kimgadir suyanib qolish emas. Bu siz kuchliroq, dadilroq harakat qilishingiz uchun turtki bo'ladi. Chunki мы родом из детства, biz bolalikdan shakllangan katta odamlarmiz. Bitta savol bersam maylimi? Dilshod aka, siz o'zingizni oilada qanday, deylik, oilada, jamiyatda qanday erkakman deb hisoblaysiz? Ayolingiz masalan bu haqida qanaqa ta'rif beradi sizga? Qanday erkak degan, u qaysi ma'noda qanday erkak? Ideallik va kamchiliklar. Yo'q. Nimani qila olmaysiz, qilishni xohlaysiz, lekin qarang, meni ham hayotda prinsiplarim bor. Meni ham minuslarim tabiiyki bor, kamchiliklarim bor, что oilada, что hayotda. Ammo bu hayotda agar erkak bilan ayolni bir-biriga munosabatiga qaraydigan bo'lsak, kamchilik bor, pastkashlik bor. Kamchilikka ko'z yumsa bo'ladi. Deylik, men pampersni muammosiz almashtira olaman. Men ovqat haftada bir marta pishirishim muammo, chunki otam pishirgan. Haftada bir kun bizda otam lag'mon pishiradilar. Men 3-4 xil ovqatni bilaman, men bemalol pishirishim mumkin. Tushunyapsiz? Pasuda men yumayman. Chunki bu meni prinsipim. Menga yoqmaydi, o'zimni yomon his qilaman. Tushunyapsizmi? Ya'ni boshqa erkaklar yuvishiga qarshi emassiz, siz xohlamaysiz. Men xohlamayman. Da, kimdir yuvsa, pajal, uni pozitsiyasi. Balki shunaqa bir kaprizlarim boshqa bir bordir meni ham. Ha.
agar ayolim tarafdan qaraydigan bo'lsak, to есть mani kamchiliklarim albatta bor. Ammo oilada pastkashlik degan tushuncha bor. Juftingga nisbatan pastkashlik. Mana bu narsani esa buni uje ko'tarish va bu munosabatni sog'lom deb bo'lmaydi. Bu nima? O'zingni manfaatingni juftingni qalbingdan ustun qo'yish. Sigaret chekmaydi, aroq ichmaydi, lekin orqadan pichoq uradi, zino qiladi. Deylik deyman. Ayoliga qo'l ko'taradi. Men 8 yil turmushda men barmog'imni ham tekkizgan emasman. Jahlmanda yo'qmi? Kuchmanda yo'qmi? Ayol bilan u bilan munosabatda muammo menda bo'lmaganmi? Bo'lgan. Lekin men agarda unga barmog'imni tekkizsam, birinchi navbatda men o'zimni hurmat qilmay qo'yaman. Men farzandimga hech qachon qo'limni tekkizmaganman yoki hech qachon baqirib gapirgan emasman. Любой gapimni so'zsiz hurmat qiladi. Chunki men o'zimni va'damni beraman, unga va'damni ustidan chiqaman. Deylik aytaman. Mana tishingni oldiramiz deylik. Men seni keyin Sitimolga olib boraman, birga yuramiz, sen bilan vaqt o'tkazaman. Ertaga kunni sen bilan men shu gapimga javob beraman. Bugun maktabdan men olaman deyman, gapimga javob beraman. Uje yetadi bolaga avtoritet. Bu meni hurmat qilyapti, men buni hurmat qilaman. Ayolga nisbatan ham xuddi shunaqa ishlaydi. Pastkashlik mana bu juda qiyin. Meni nazarimda o'zimni hozir как farishta ko'rsatib o'tirmay, kamchilik menda bor va ular bir emas. Ammo pastkashlik hech qachon qilmaganman. Bu tepamda Xudo turibdi. Hozir juda ham zo'r gap aytdingiz. Eslab qolaman buni. Pastkashlik bor, kamchilik bor. Demak, biz munosabatdagi insonimizdagi muammoni ajratishimiz kerak. Bu pastkashlikmi yo bu kamchilikmi? Kamchilikni to'g'rilasa bo'ladi, ko'z yumsa bo'ladi. Pastkashlikni yo'q. Конечно yo'q. Pastkashlik bo'lgan payti sizga nisbatan nohaqlik bo'lyapti va sizni qalbingizga tupurilyapti. Erkakni ayolga qo'l ko'tarishi pastkashlik 100%. Erkakni ayolga xiyonat qilishi pastkashlikni uchiga chiqqan turi. 100%. Men hozir qo'polroq aytyapman, afsuski, lekin men bilaman nima deyotganimni. Yo, 100% bunga tasavvur qiling, agar ayol xiyonat qilsinchi, bir qilsin, uni toshbo'ron qilishadi. Nega? Ayolniki qalb emasmi? Nega faqat erkakniki qalbmi? Nega din faqatgina erkakni huquqlarini shunaqa baland qilib qo'yibdi? Nimaga ayolniki esa juda past bu borada? Tushunyapsizmi? Nega uni butun mahalla, butun O'zbekiston qoralaydi, erkakni emas? Bu ham mentalitet. Erkakchilikda bo'laveradi degan. Bo'lmaydi erkakchilikda. Bu o'sha erkakda emotsional intellekt rivojlanmagan va o'sha ayolni qalbiga tupurish uni manfaati uni qalbidan ancha ustun degan menga bo'laveradi. Men nima uchun qanday erkaksiz deb so'radim. Bu savol bekorga emas. Mana sizni videolaringizda endi videolaringiz faqat ayollarga yoqadigan video emasda, video sog'lom munosabatlar haqida, farzandga sog'lom tarbiya berish haqida va izohlarda men juda ko'p o'qib qolamanda. Sizdek anaqa bizning ham turmush o'rtog'imiz sizdek bo'lsa edi yoki ayolingiz qanday baxtli ayol degan izohlarni juda ko'p ko'rib qolamanda. O'shanga aytyapman. Dilshod Utarov hayotda qanday inson va u qilayotgan Instagramdagi ishlari, ijod mahsullari, u haqiqatda shunday insonmi, shu haqida edi. Chiqib turib gapirayotgan gaplarimga ana shu chiqib agar nimanidir reels qilgan bo'lsam, men bunga amal qilganim uchun gapiraman. Agarda qaysidir muammoni yoki qaysidir narsani olib chiqmagan joyim bo'lsa, balki meni o'zimni o'sha joyda oqsagan tarafim bo'lishi mumkin. Tushunyapsiz? Chunki agar men reelsni nimadir chiqib turib gapiradigan bo'lsam va o'sha situatsiyada meni bu qalbimdan chiqyapti. Agarda o'zim o'sha shunaqa odam bo'lmasam, bu reelsni men qalban gapira olmayman. Men buni gapirishga haqqim ham yo'q. Ammo yana bir bor aytaman, tabiiyki ideal odam yo'q. Bu gap menga yoqmaydi, chunki bu umumiy, bu hamma aytadigan gap. Ideal odam yo'q. Bu tabiiy, понятный ideal odam yo'q. Erkak sifatida ham nuqsonlarim bir talay. Ammo pastkashlikka kelganda men o'zimni tiya olaman. Men mana shu stakanni ichib turib, to'kib ham tashlab ketishim mumkin, ayolim qiladi deb. Bu kamchiligim. Tushunyapsiz?
man posudani otib yuborishim mumkin. Man qayerdadir bilmadim, e'tiborsizroq vnimaniyani talab e'tiborsizroq bo'lib qolgan joyim bo'lishi mumkin. Bu meni kamchiligim. Balkim buni men ko'rmay qolgan bo'lishim mumkin. Lekin man bilib turib, что uni qalbiga ozor berishi mumkinligini pastkashlik hech qachon qilmaganman. Chunki meni o'zimni oldimdagi hurmatim bu birinchi navbatda. Chunki men bu narsani o'zimga nisbatan hurmatsizlik deb bilaman. Men erkak emasman agarda, tasavvur qiling, unga nisbatan yoki qo'l ko'tarsam yoki o'sha pastkashliklarni qilsam. O'zi Xato qilganman men ham. Men aytmoqchi emasman, butun hayotim davomida hech qachon pastkashlik qilmaganman deb aytmoqchi. Men xato qilganman. Asosiysi uni xatoligini tushunib, keyin o'zgarganman. o'zgartirishga imkon, harakat bo'lgan. Обязательно o'zgarishga, uni xatoligini tushunib. O'zi mana shu vнимание, e'tibor masalasi unda ko'ramanda, butun dunyoda erkak va ayol o'rtasida bu muammo, qandaydir tuzalib bo'lmas muammomi yo ayollar shunchalik ko'p e'tibor xohlaymizmi yo erkaklar bu narsani ataylab qilishadimi? Bunga hech qanday javob yo'q. Yo'q, ataylab qilishmasligi aniq. Erkaklar ataylab qilmaydi, lekin ular nima desa bo'ladi, salohiyati va nima desak bo'ladi, ilmi yetganicha yashashyapti. Xuddi shunaqa ayollar ham. Chunki salohiyat, ilm bizni hayotda xato qilishga undaydi yoki to'g'ri qarorlarni biz miyamizdagi dasturlardan kelib chiqib qilamiz. Agarda bizda ilm ko'paysa, behudaga emas, bizni hayotimiz yaxshilanishni, qarashlarimiz o'zgarishni, xatolarimizni to'g'rilashni boshlaymiz. Qamoqxonada bizda agar bu haqiqat bo'lsa, qalampir.uz da men shunaqa xabardan juda xursand bo'ldim. Qamoqxonadagi mahbuslar O'zbekistondagi kitob o'qiydigan bo'lsa, ularni har o'qigan kitobiga srokini kamaytirishar ekan. Bu ajoyib. U kitobni sifatini kim tekshiradi? Обязательно u yerda ekspertlar bo'ladi. Ulardan qabul qilib olishadi. Bu narsani men 15-20 yil oldin Braziliyada ko'rganman. O'qiganman. Braziliyada har bitta o'qigan kitobiga topshiradi uni, keyin 4 kun kamayadi. Tasavvur qiling, chiqishi. U bilasizmi, 4 kun kamayish uchun o'qib chiqqan yuzlab kitobidan keyin o'ylamang, inson o'zgarmaydi deyshadi. Qo'shilmayman. Inson o'zgaradi qachonki o'sha inson o'zgarishga harakat qilsa. 100 ta kitob o'qigan inson avval o'qimagan holidan keyin absolyutno boshqa insonga aylanadi deysiz. Bizni miyamiz bizni hayotimizni belgilab beradi. Bizni miyamizdagi bor informatsiyadan kelib chiqib yashaymiz. Kitob o'qimaydigan xalq shuning uchun ham afsuski bizni jamiyatga o'xshab muammoga qorishib yotaveradi. Muammoga qorishadi, yechimini qidirmaydi. Yechimi o'sha aytganingizdek kitoblarda bor. Ha. Sizni oldingizga adashmasam patsientlar keladi. Klient. Ha. Eng asosiy nima muammo bilan kelishadi? Ko'p uchraydigan muammo. Siz shuna klient ko'rib, ha, yana shu muammo deydigan muammo nima? Bitta narsani tegiga chizib ketaylik. Meni oldimga asosan ayollar keladi. Erkaklarchi? Erkaklar kelmaydi, sababini aytaman. Bizni jamiyatda erkaklar kimdandir maslahat olishni birinchidan zaiflik deb hisoblashadi. Bu bir. Chunki meni o'zim hamma narsaga aqlim yetadi. Kim bu menga o'rgatadi? Bu bir. Ikkinchidan, erkaklar o'z oilasi uchun kimdandir maslahat olib sarmoya hech qachon sarflashmaydi. 99% situatsiyada. Mana ayoli ketyapti. O'sha ayolini sevadi. Menga yozadi. Iltimos yordam bering, qaytara olasizmi? Men aytaman. Men xudo emasman, lekin men qanaqa qaytarishni yo'llarini bilaman. U yog'i sizga bog'liq. Men bilaman bu situatsiyani. Chunki realno mentalitetimizni men A'dan o'sha to Yagacha oxirgi nimasigacha polni bilaman, realno. Muammolar takrorlanadi va o'zim ham har kuni meni missiyam bo'lganligi uchun bilaman, butun umr men shu bilan shug'ullanaman. Har kuni men o'qiyman. Har kuni o'zim ustida ishlayman, chunki menga berildi bu narsa. Men ishlamay qo'ya olmayman va kimgadir xato yo'l ko'rsata olmayman. Xullas, erkakka aytaman, "Xo'p, хорошо, ammo meni o'zimni nimam bor? Narx bor, vaqtimni." Deylik, $100, 150 u vahima summa emas. Tim bo'l oila bilan. O'sha joyda erkak kishi bilasizmi? Erkak kishi aytadi, "Ha, yo'q, kerak emas." O'sha sevimli ayoli, oilasi unga kerak emas. $100 uchun. Besplatniy bo'lsa unga kerak. Bu shunaqa ishlaydi. Agar erkak oilasi uchun sarmoya qilib kimgadir maslahat olganda pul to'lamasa, u keyin oilasi uchun harakat ham qilmaydi. Любой odamga
bepul maslahat bersangiz, o'sha maslahat chiqadi, tushib qoladi bitta joyga. Undan foydalanmaydi, chunki uni jonini og'ritib topgan pulini sarflamagan. Shuning uchun uni qadrlamaydi. Erkaklar oilasiga nisbatan ana shunaqa qarashadi. Keyin men ichimdan aytaman. Men tushundim seni nimaga ichimdan aytaman, nimaga ayoling ketib qolgan. Chunki senga ayoling muhim emas edi, oilang ham emas. Seni biznesing, seni puling balkim agar bo'lsa, yoki bo'lmasa seni ota-onang, boshqalar, oilang emas. Shuning uchun ham sen $100 bo'lsin, 100 ming so'm bo'lsin, sen oilangga tikishga, sarflashga va kimdandir maslahat olib, balkim o'sha sen ishonib avtoritet yoki balkim mana shu yordam berdi, qalbing tortayotgan odam qaytarib bergan bo'lardi. Sen esa buni qila olmading. Bilasizmi, ayollar qanaqa jasoratli? Bizni ayollar borki, pulga qarab o'tirishmaydi. Men hozir urg'uni pulga qaratishim sababini nimaga aytyapman? Понятное дело, menga ham ishimni men shunga yashayman, men shunga oilamni boqaman. Lekin ayollar bu borada agarda senga ishonsa, uni qalbi senga tortsa, mana shu odam menga yo'l ko'rsata oladi, yordam bera oladi deya intuitsiyasi paydo bo'lsa, u sizni Xorazmda bo'lsangiz, Xorazmdan oldiradi samolyotlaringizni to'lab. Tushunyapsizmi? Agar men Xorazmda bo'lsam, u qancha summa bo'lsa tayyor bo'l. Iltimos, meni oilamni, erimni qaytarib bering. Ajrim yoqasidaman. Mana bu joy bilan ayollar jasoratli, ularga ta'zim qilsa bo'ladi. Nimaga deganda oilasi uchun bizda ayollar dakansa kurashishga tayyor, erkaklar emas. Nega? Yana bir bor bolalikka qaytamiz. Bizda oila qadriyati ayollarga beriladi. Ko'rganmisiz, yigitni oila qadriyati bilan katta qilingan. Bolam ertaga seni ayoling bo'ladi, uni qadrla, farzandlaring boshda. Erkak ko'chani odami deyiladi. Birinchidan u, ikkinchidan agar oila qadriyati berilsa, o'sha oilani u ko'proq qadrlaydi, ota-onasini emas. Berishmaydi. Oila qadriyati unda yo'q. Qiz bolaga berishadi, чтобы o'sha joyda toshday qotsin. Kelmasin bizga muammosi bilan. O'sha erkak keyin oila qadriyati bo'lmagan erkak u 8 marta ayol almashtirishi mumkin, lekin bir marta ketib qolgan sevimli ayolini uchun kurashish degan tushuncha yo'q. Tim bo'li qaysidir bir psixolog bo'lsa, men unga pul to'layman, o'zim hal qilaman. O'zing esa hal qila olmaysan, ishon hal qila olmaysan. Ota-onang ham hal qila olishmagan. Mana qayerda? Ayollarga borgan joyingda toshqot, erkaklarga u bo'lmasa onasi opganini. Ajoyib. Judayam deylik qalb muammolarimiz ko'p deb o'ylayman deyman odamlarda. Va mana shu narsadan uyalib, mana psixologlarga ham yaqingacha ayollarni borishi normallashdi. Endi bir-ikki ko'rdim, erkaklar ham qidirib yurganini va men xursand bo'ldim. Bor. Albatta bor. Kam lekin bor. O'zi psixologga borishni nega bunaqa fojiali qabul qilamiz deyman-da. Inson borki, qalb borki, uni bemorligi bor, uni deylik bir og'rishi bor, qandaydir bir tushkunligi bor va o'sha paytda psixologni ham shunchaki doktor deb qabul qilib borish menimcha bu juda ham normal. To'ppa-to'g'ri, qalb doktori. To'ppa-to'g'ri. Meni ismim Dilshod. Meni ismimni qo'ygan payti ota-onam nima bilan shug'ullanishimni hech qachon bilishmagan. 17 yoshimda, men 16 yoshimda birinchi marta institutga topshirgan bo'lsam, yuridik institutiga Xudoga shukr kira olmaganman. O'sha paytda meni ismimga nisbatan hayotim, o'sha meni karyeram, ya'ni prokurorchilik, yurisprudensiya meniki emasligini hech kim o'ylamagan. Meni hozir yoshim 38 da, qayta aytaman, va kasbimni topdim va meni ismim Dilshod. Tasavvur qiling, ota-onam buni meni amakim qo'ygan, ular o'zlari bilmagan holda meni hayot yo'limni belgilab berishgan, dillarni shod qiluvchi, qalblarni. 38 yoshdan juda ham yosh ko'rinasiz, lekin hozir boya ham aytdingiz, men anaqa qildim, meni tengdoshlarim qatoriga o'xshaysiz-da. Shu bizni Siz 18 mi? Yo'q, 32 daman men. Siz ham ancha yaxshi ko'rinasiz. Rahmat. Chunki men o'zim yaxshi ko'raman o'shaning uchun. Bizda shu erkaklarimiz boyana aytganimdek, endi erkaklarimiz o'ziga e'tibor berib, zalga chiqib, o'zini ustida ishlashini ko'rib xursand bo'ldik-da. Qachongacha boshqa davlatga, millatga borib, nega bularning erkaklari chiroyli, nimaga biznikilar unaqa, nega biznikilar qaramaydi degan, erkak kishi o'ziga qaramaydi, maymundan sal farq qilsa bo'ldi degan narsalarni ham yo'qotish kerak. Ular ham o'ziga qarab chiroyli yashashi kerak. Sizda u videoni ko'rishdan avval
mani o'sha oxirgi 2 yilda judayam ko'p miyamda aylanadigan savolda, nima uchun boshida o'ylardim, odamlar qila olmaydi, eplay olmaydi, ularga qiyin. Keyin menda savol paydo bo'ldi. Nega odamlar bunchalik jertva pozitsiyasini yoqib olishga o'rganib qoldi? Nimaga odamlar bunchalik o'zidan bechora yasash ularga yoqimli bo'lib qoldi? Nimaga bu narsa ko'paydimi yoki men endi e'tibor berishni boshladimmi? Nima uchun bu narsa bunchalar avj oldi? Va bu to'g'risi menga yoqmayapti. Mana o'sha asablarim deylik atrofimdagi o'zidan jertva yasab olgan. Voy, men qiynaldim, voy, men shuncha qildim, voy, men unaqa men asablarim ko'tarmayapti o'sha. Nima uchun? Manzura. Bu muammo ilgari bundanda ko'p bo'lgan. Bu realni. Ilgari bundanda ko'p bo'lgan. Hozir biroz kamroq, odamlar endi ilm bilan, mana psixologiya kirib kelishi bilan biroz o'z hayotiga mas'uliyatni bo'yniga olishga harakat qilishyapti. Ammo jabrlanuvchi pozitsiya shunaqa pozitsiyaki, qayerdan bizni mentalitetda bu muammolar paydo bo'lganini uni hech kim bilmaydi. Bu xalq og'zaki ijodi bular hammasi. Ya'ni demoqchimanki, bular qachonlardandir avlod surib kelayotgan narsalar. Konkret mana shu joyda paydo bo'ldi, o'sha urug'ni yo'qotamiz deb hech kim ayta olmaydi, yozilgan joyi yo'q. Lekin bu bor narsa va mana ona katta qiladi-ku bizda farzandlarni, ota emas-ku, ota qo'shilmaydi-ku u yerda. Ota yaylovda o'tlaydi, men har doim aytaman. Otani o'zini nimalari bor. Ha, pul topadi, bor o'lja olib keladi. Bundan tashqari ham o'zini olami bor. Ona tarbiya qilganidan keyin o'sha ona aksariyat hollarda uy bekasi bo'ladi. Juda ko'p hollarda bizda ayollar uyda o'tirish kerak degan tushuncha bor. Bunga men har doim qarshi bo'lganman. Uyda o'tirgandan keyin u ham o'zligini yo'qotadi, u ham huquqlari poymol bo'ladi, unga bosim qilinadi, unga xiyonat qilinadi. Juda ko'p hollarda, juda ko'p. O'sha ayol keyin tabiiyki nima qilishni bilmaydi. Nima qilish kerak? O'sha ayol o'zi aslida ulg'ayishi kerak. Mas'uliyatni stop, to'xta, meni hayotimda shunaqa bo'lyapti. Va men endi nima qilsam bo'ladi? Ketish mumkin emas, o'sha paytlari ajrim mumkin emas, hech narsa mumkin emas, chidash kerak. Keyin nima bo'ladi? Unda boshqa выход yo'q. Tushunyapsiz? Unda boshqa fortochka yo'q, чтобы qochish uchun. Ajrashish is not, o'liging o'sha joydan chiqsin. O'zingni hayotingni qura olmaysan, ruxsat bermaydi. Hamma narsa blok polностью. Ishlash mumkin emas, boshqa mumkin emas, boshqa nima qilish kerak u? Yoki afsuski o'zini bir narsa qilish kerak, yoki bo'lmasa hamma ayb va mas'uliyatni atrofdagi qo'shtirnoq ichida aytaman, iploslarga tashlash kerak. Hamma iplos, men bechora bedniy shunaqa pozitsiyadaman. Chunki unga hech qanaqa выход qoldirishmaydi boshqa. Ota-onasining uyiga bora olmaydi. Qayerdadir kvartira siymat qilib yasha olmaydi, qo'lida kasb puli yo'q, eriga qaram, tushunyapsiz? Bu zindon bu konkretni. Nima bo'ladi? O'sha ona katta qilgan farzandlar xuddi shuni energiyasini, gaplarini, tarbiyasini yutib katta bo'lishadi. Ular ham keyin ulg'ayishmaydi, biz tepada aytilgandek. Ular ham shunaqa pozitsiyaga tushgandan keyin ular muammoni boshqacha hal qilib o'rganishmagan, ular ham mas'uliyatni atrofdagilarga tashlashadi. Yosh bola pozitsiyasi mana shundan iborat. Shu ham bolalikdan shakllanmaydimi? Masalan, ota-onasiga hamma ishni, hamma iltimoslarni yig'lab qildirish, yig'lab narsa oldirishdan shakllanib qolmaydimi bu jertva pozitsiyasi? Kim aytdi bolani o'zini o'zi kelajagini shakllantiradi deb? Ota-onaniki. 100%. Kim aytdi bola genetически shunaqa bo'lib tug'iladi deb? Bunaqa emas. Men bolani aytdim-ku, men bolalar psixologiyasini boshlaganman. Bolalarda любой kelajagida ota-ona mas'ul 80%. Keyin din 20% ichida din, atrof muhit va unga berilayotgan maktabdagi odob, axloq, ta'lim. 80% faqat ota-ona, chunki u ko'rganini qiladi. Bu juda ham institutga kirib, yana bir qisqa voqeani aytib bermoqchiman. Institutga kirib, endi katta hayotni, boshqa odamlarni, muhitni ko'rishni boshlaganman-da. Yotoqxona sotib olish anaqasi boshlangandi. Biz endi bizni institutda yotoqxona shunday ediki, siz hamma qatori xona olasiz va qo'shimcha pul to'lab, qo'shimcha koridor bor xona olish imkoniyati bor edi-da. Biz qo'shimcha pul to'lab, endi qo'shimcha xona bor
olishga kelishganmiz va dugona bilan kirganmiz. Bizda hammasi tayyor gaplashilgan, pulni berib ketishimiz kerak. Taqalatamiz, ichkaridagi odamlar chiqmaydi. Taqalatamiz, oxiri juda ham shoshyapmiz, mayli pulni berib ketsak dedikda. Desak, ichkarida shu bir qizimiz bor edi, parallel o'qiydigan, yig'lab o'tiribdi. Qo'rqib ketdim. Men uchun ko'chada kimdir yig'layaptimi, kimdir oldida, demak nimadir fojia bo'ldi-da, u boshqa sabab bilan yig'lash mumkin emas. Pulni berdikda, hammasi joyidami, nima bo'ldi desak, ha, joyida, bu ma'muriyat aytayaptiki, qo'shimcha koridorli xonani bering deb aytayapti dedi. Men aytdimki, ha, bering. To'lovi bor. Mendan so'rashadi. Qiling to'lovni, nima muammo desam, yo'q, to'lovni qilmoqchi emasman, pulim yo'q. Va pulim yo'q, men aytdim, qolgan xonalar ham yomon emas, umuman yomon emas, zo'r hammasi. Endi bizda narsa ko'pligi uchun biz shunaqa xona olishni xohlagandik va to'lovi ham katta emas edi. Men aytyapman, yaxshi xona qilib beraman, 2 kishilik xona qilib beraman. Yo'q, ko'nmayapti. Yana u qolgan to'lovlarni ham yotoqxona ma'muriyati yomon emasdi. Ular shunchaki qarzga ham berishardi-da, stipendiyadan to'lashga. Men aytyapman, unda nima xohlayapsiz? Nimaga yig'lab, tashqarida 20 ta odam kutib o'tiribdi. Siz nimaga shuncha odamni vaqtini o'g'irlab yig'layapsiz? Va o'sha paytda qiz bizga qarab, "Men shu emasman-da, sizlarga o'xshab ishimni bitira olmayman." Nimaga yig'lab o'tiribsiz unda, bu yerda shuncha odamni vaqtini olibdi? Va haligacha menga juda yomon travma bergan o'sha holatda. Mana jertva pozitsiyasi, odam rahmini keltirish, har doim kelmasdi, yilda 2 marta baho olamiz-ku. Shu paytda tilimdan chiqdi. Zachot to'ldirib yurish paytida ham men u qizni yig'lab o'qituvchilar oldida ko'rdim-da. Juda ham yaxshi qiz, juda ham yaxshi o'qiydigan qiz. Nimaga bunaqa? Biz yoki kim yig'lasa boshini silab bu narsani romantizatsiya qilganmizmi? Kim yig'lasa, bechora ko'rsatsa o'zini, unga bo'lish kerakmi hamma narsa? Boshqalarning muammosi yo'qmi? Nimaga bu darajada bu narsa bizda avj olib ketgan? Sababi e'tibor berganmisiz? Bolalar nima qilishni bilmayotganda situatsiyada ular yig'laydi. Bola qo'lidan nima qilishni bilmagan payti, chunki u nima qilishni bilmaydi. Uni nima qilishni bilishga yoki bo'lmasa o'sha narsani qilishga ruxsati yo'q. Qilish mumkin emas, chunki uni jazolashadi, uni nazorat qilishadi, uni salohiyati ham yetmaydi muammosini hal qilishga. U muammosini boshqalar orqali qildirib o'rgangan bola. Ota-ona boshqa. Bu xuddi shunaqa narsa, boshqa narsa emas. Bu degani atrofdagilar orqali yig'im bilan, o'sha ichimdagi dardim bilan, o'zimni shunaqa tutishim bilan muammoimni hal qilaman. O'zim emas. Mas'uliyatni bo'ynimga olmayman hayotim uchun. Atrofdagilar boshimni silashadi, ular hal qilib berishsin. Yoshidan qat'iy nazar bu yosh bola pozitsiya. Ya'ni kimnidir rahmi kelishi normal holatmi ular uchun? Afsuski, ularga shunaqa chegaralar qo'yib tashlangan, ular shunaqa onani farzandi bo'lganliklari uchun, ularni onasi ham 50-60 yoshda xuddi shunaqa qilganliklari uchun, ular ham shuni takrorlashadi va ular uchun bu hayot tarzi. Bu juda yomon. No, asosiysi, bilaman, asosiysi nima deydi? Ularni qutqarish kerak emas. Eng asosiysi kerak emas. Ular o'zini o'zi qutqarishi kerak. Rahm qilish ham kerak emas va luchi muhokama ham qilmaslik kerak. Chetlab o'tish kerak. Shunaqa. Muhokama qilmaslik kerak, to'g'ri. Lekin menga kasbdashimman, ko'rib xafa bo'lmasin, juda ham travma bo'lganda, juda yomon qabul qilganman va 3 yilmi, nechinchi kurs edik, ko'zimga shunaqa yomon ko'rinib qolganda, qaysidir ma'noda, haligi sachotkani ham ko'tarib hali uni oldida yig'lab yurdi. Nima uchun? Biz hayotda bir psixolog kelganda juda zo'r gap aytuvdi-da, biz nimalarni xohlamaymiz degan. Bizni shikoyatlarimiz hamma narsa meniki bo'lsin va nega bular meniki emas bo'lyapti hozir deganda, men ham nimalarni xohlamayman, lekin biz xohlaylik, harakat qilaylik, erishaylik. Erishmaganimizga yig'lab erishmaylik. Yig'lash bo'lsin bir yaqin insonning oldida yoki bir katastrofa, juda ham dahshatli voqea. Bilmadim, yoki emotsiya bilan, lekin sizdan nimadir so'radim-da, bermadingiz, men yig'ladim keyin. Va yig'laganim uchun siz uni berdingiz. Bu juda ham yomon. Ha, bu manipulyatsiya. Manipulyatsiya, ha. Ha. Mayli, tugatamiz. Menimcha
yaxshigina odamlarga давление qildik. Juda zo'r. O'zi man nima deydi, man bor podkastda обязательно без этого никак busiz bo'lmaydi. Mayli. Nima bo'lganda ham rahmat. Ko'p narsalar eshitdim, ko'p narsalar o'rgandim. Sizlarga rahmat. Oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, fikringlarni yozinglar. Biz maksimum bular aytgan birovlarni qo'yamiz. Avaz o'tarni nevarasiman dedingiz? Chevarasimi siz? Shuning uchun Bu yangilik bo'ldi menga. Shuning uchun ham Utarov familiya. E'tibor bermagan ekanman. Shunaqa. Bu uchun qoyil. Juda xursandman shunaqa insonni bir avlodi bilan suhbatlashib o'tirganimdan. Do'stlar, sizlarga katta rahmat. O'ylaymanki, har qanday holatda ham bu juda ham foydali suhbat bo'ldi. Lekin o'sha suhbat hammasi fikrlari subyektiv. Sizlar shunaqa bo'lishga majbursizlar deb aytmadilar. Muammo bo'lsa-gina ishlash kerak uni ustida. Dilshod aka, sizga katta rahmat. Fikrlaringiz bo'lsa, xayrlashuv ayting. Yo'q, menimcha yetarlicha mani ichimdagi gaplarni chiqazib bera oldingiz, Manzura. Buning uchun sizga rahmat. Taklif uchun ham rahmat. Oxirida gap keldi, buni men odatda aytmasam bo'lmaydi. Haqiqatdan ham agarda bu hayotda o'zimni baxtim uchun o'zim mas'ulman va bu birinchi qoida, atrofdagilar emas. Ikkinchi qoida, mani qalbim atrofimdagi har kimdan ham, har narsadan ham ustun. Mani shaxsim, mani qalbim, keyin qolganlar. Mana shu qoida bo'yicha yashalsa, o'sha inson o'zi ham baxtli bo'ladi, boshqalarga ham baxt bera oladi. Aksincha bo'lsa, bu tabiat qonuniga qarshi hayot. Aksincha bo'lsa, qalb o'sha insonni atrofidagi nima desa bo'ladi, o'zi istamagan hayot bilan jazolaydi. Rahmat. Bu suhbat birinchisi, oxirgisi emas. Biz hali yana ko'p umid qilamanki suhbatlashamiz. Fikringlarni izohlarda yozinglar. Hammaga katta rahmat.